Assalomu alaykum bolalar. Bugungi videoda biza mana to'p uchishda mod haqida gaplashamiz. Qulayroq joylashib oling. Bo'lmasam men boshladim. Aytgancha bu modlarni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanalining silkasi videoning tagida. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, mana biza mana bu joyda spam bo'ldik va modlarni ko'rib chiqamiz. Bu joyda adashmasam bir narsani ko'rgandekman. Hozir ko'ramiz. Nimadir bor edi-da mana yoqda. Mana. Bo'ri odam. Yo'q, bo'rini kuchayani nima? Xullas, bo'ri ekan. Bo'ri zotlardan. Xo'p, mana bu joyda ular mobda anaqalari bor, tuxumlari. Ularni ishlatib ko'ramiz. Birinchisi mana bu birinchisi bo'lsa qolganlari qanaqa ekan-a? Nima bu? Gadjet. What? Lekin nima bu bo'lmasam? Topinglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar, bu nima? Nom beringlar. Xo'p. Keyingi modimizga o'tamiz. Bo'lmasam buni nomsiz deb atayman. Chunki hali nomi yo'q buni. Keyin rak. Yaxshi. Nima bu? Haligi emasmi? Easy BMda o'sha emas. O'shanga o'xshab ketar ekan. Yuki Ona. Battle. Bittada urib ketdi anavi. Bittada urib ketdi. Bu Slenderman. O'sha mashhur Yo'q. Parasat. Boshchangizga. Kal boshingizga qo'ltig'im. Xo'p. Slendermandan keyin mana ularni olamiz. Bular hali ko'p. Yurmasam kerak bularni hali hammasini ko'rib chiqib, shuning uchun. Xo'p, keyingimiz nima ekan? Keyingimiz mana. Bu boyagi-yu. Itvachcha. Sirena bosh. Mana shuni modini topolmayotgandim. Mana yoqda ekan, o'zi. San'atib men qancha bir urinishlar qildim. Bu kattasi ekan. Buni lekin ko'rmaganman men. Voy shu-yu. Bu Predator nima? Anaqa mana Handigo, shunaqa narsalar ko'p ekan. Men hali Big Brother. Brother, how are you today? Are you okay? Okay. Xo'p, mana shu modlar bor ekan. Bu nima? Bu bir mashina bo'lmadimi? Bu harakatlanadigan bir robotmi? Shunaqa narsa. Xullas, mana shunaqangi narsalari bor ekan. Bularda hali to'liq o'rganib chiqmaganman. Endi mana ko'ryapman. Xullas, keyingi modimizga o'tishimiz kerak. Chunki bu joyda hali juda ham ko'p. Bittada o'ldirar ekan bu. Ko'raylik-chi. Anaqa qilarmikan? Bu bittada o'ldirar ekan. Mayli, keyingi modimizga o'tamiz. Keyingi modimizga o'tsak, keyingi modimiz bir sayohat uchun mos ekan. Mana misol uchun mana yoqda o'rgimchaklarning yangilangan versiyasi bor ekan. Mana katta o'rgimchak va kichkina o'rgimchaklar. Ular ham bir boshqacharoqmi, shunaqa. Xullas, bu yerda lekin hech nima yo'q-da. Qiziq tomoni. Bir bo'lsa, kattasi biror narsa beradi. Biror narsa bersa kerak. Ko'rganmasdir axir. Xo'p, keyin o'rmonda ham bir boshqacha moblar ham bor. Misol uchun qandaydir qo'riqchilarmi? Nima dedim mana?
ikkita qo'riqchilar. Bular o'rmonga kelgan yaqinlarida o'ldirarkan. Bir moblarni o'ldirarkan. Xo'p, mana yoqda yangi qo'shilgan narsalar va tuxumlar bor. Hammasini olamiz. Mana keyingi narsalar hammasini oldik va bu nima? Odam. Bratan, shuna narsalar sotasizmi? Yaxshi. Qishloqlarga qaraganda mana shu yaxshi-ku. Haligini yangilangan versiyasi ekan bu. Bir boltali bor shu. Mana ular hammasi bir-biri bilan urushyapti. Qo'riqchilar ham bor. Jon shuncha qoldi. Kim qildi buni? Menimcha zaharlashdi. Haligi o'rmon qo'riqchilar. Mana u biradan shuncha jonni olyapti. Kirka ular. U biradan kuchli. Yoki kirkasida nimadir bor. Bir gaplashish kerak-da. Mana bu bo'lsa ajdarho. Muz ajdarhosi ekan. Bu uchadimi bu? Uchasanmi? Bu daraxtni ham buzib tashlaverar ekan. Yaxshi uchishdi bularga. Bo'pti. Aying opangga salom ayt. Mana bu goblinmi? Goblin. Buni boshi, bu bo'lsa pakanasi. Ko'ramiz ham boshqa nima qilar ekan. Skelet. Yonmayapti bular. Bular yaxshi qilich ko'tarib. Mana bu bo'lsa o'tiribdimi yoqda. Bu haligi qo'riqchisi Paladinmi, Maladinmi? Mana bu katta o'rgimchak. Frostfire. Xullas qaniydir olov deyapti. Xullas bolalar oxirgilari qolyapti. Ularni ham olib tekshirib ko'ramiz. Qanaqa u hammasini birma-bir olib chiqamiz. Mana o'rgimchak bor ekan. Bu yoqda yana bir alfa degani. Buni ham qo'yamiz. Mana yoqda bu yuribdi, bu uchyapti, bu o'tirildi. Hammasi bo'lyapti. Yaxshi. Lekin sizlar hamma narsa bo'lyapti. Lekin sizlar buni bo'lmayapsizlar. Ishoninglar. Hamma narsa bo'lyapti. Mana bu ham tirildi bu programma shunaqa. Buni hech ham ko'rmaganman. Bu nima? Vampir yedi. Gargamel. Plus mana ular urushyapti. Mana o'ldi. Proud uni yangisi va plus bu nima? Lilliputmi bu? Yomon kichkina ekan. Xo'p. Keyin qolganlarni ham tekshiramiz. Ghost soul arvohmi? Mana haligini qizili. Boyagi. Qizil ko'rinishi, olovli ajdarhomi? Shunaqa. Xo'p. Nima qilyapti? Juda hovliqib ketdi bu. O'zingni bos. Malades. Xo'p. Mana bu. Ko'kni oldiga jang qilmoqchimisan? Davay. Bu hamma joyda manaqa qilib muzlatib tashlayapti bu. Hamma yoqda muzlatyapti. Nari qani? Bular o'zi jang qilishmaydi. Nima keragi bor bo'lmasam oldiga borib. Xo'p, bu bo'ri ekan. Zo'r bo'ri. Bog' bo'lmaydimi? Zo'r bo'ladi-da, lekin. Zo'r bo'ri ekan. Xo'p, keyingisimiz esa bu yoqda oxirgi vrech bo'lib qolyapti. Nima u? Qo'ylichi. Qandaydir ajdarho ekan. Buni minib ham olar ekan. Hozir mana qarang. Mindim.
O endi menga bo'ysunasan. Yurakchalar chiqyapti. Davay endi uchamiz. 3 deyapman senga. Nima bu uchmayapti? Shunchalik og'irmanmi men? Yo'q, unchalik og'ir emasman. Mana bunisiga o'tiraylik-chi. Tiqilib. Ana, bunda ham chiqyapti 3. Nima degan gap bu endi? Chaqmoq uryapti qayoqdadir. Kim qilyapti chaqmoqni? Yana. Mana bu chaqmoq qilar ekan. Otgan joyi ana chaqmoq tegyapti. Vashiyu bu. Hech nima qilmabdi. Xo'p. Agar adashmasam bu joyda hali bittaligi boyagi odam bilan sizga hech nima qilmaydi. Qolganlari ursa kerak menimcha. Qolganlari sizda aniq uradi. Bo'pti, keyingi modimizga o'tamiz. Mana keyingi modimizga ham o'tdik. Bu bir yororation bo'lgan salappan mod topib berdim sizlarga. Bu bunaqa parazitlarni orasida tirik qol degan ekan. Ularning orasida tirik qolishimiz kerak ekan. Demak, bu survival uchun mos. Aniq mos. Xo'p. Mana parazitlar bor ekan. Mana ularni o'sha tuxumlari bor. Bularni qo'yib chiqib ko'ramiz qanaqa bir o'zi ham oz ekan lekin. Juda ham oz. Juda oz. Bu zaharli manaqa parazit. Zaharli parazit ekan bu. Bu hali uji ketdi. Bu ketgan. Bunaqangi anaqa zombilar hali anaqa bilan bo'lar ekan. Voy. Bolasi bu. Mana bu o'zi nariginda oltin aslahasi bor ekan. Buni men bilaman. Bu otadi g'alati bir narsalar otadi bu zaxdan. Xo'p, keyingisi bu o'sha oddiysi. Yana bola ekan. Gman. Kimsan? Ular bola bu nimaligini bilmayapman. Chunki men buni hali o'ynamaganman. O'zi Gni ma'nosi nima? Gogomen. Bu tezkor ekan. Tez harakatlanadigan bu nima? What the hell? Nimasan? U uchib yurib xalaqit bersa kerak. Hamdray. Endi bu nima? Ari desam ariga o'xshamaydi. Qo'y desam qo'yga o'xshamaydi. Shu narsani topgan odamga 5000 beraman. Nima bu? Nom qo'yaylik bunga kommentariyada bir nom qo'yinglar shunga. Chiqib ketdi. Shunga bir nom qo'yib qo'yinglar. Nima deb nom qo'ysak bo'ladi? Shuni yozib qoldiringlar. Xo'p, xullas bir g'alatiroq narsa Mount Raya degan ekan. Lekin sani isming emas. Qarab tursang hali zo'r bir yangi ism topamiz. Senga hozir bu nima? Bu tezkor anaqa. Bu nima bu? Bu olov o'tadigani yomon qiladi bu ham. Xullas boyagi boru o'shanga nom topinglar. Men nom qo'ydim. Sevgidan kuygan qo'y, it, mol, ari, bo'ri, tulki. Buni aralashmasi. Nimaga o'xshashini bilmadim-da men. Ari desam ariga o'xshamaydi bu bir. Xullas shu bola oxiriga ana mod shu edi.
Xo'p, endi menimcha sizlar bilan xayrlashamiz mana shu joyda. Albatta kanalimga o'tib obuna bo'ling, chunki bunaqa videoni endi birinchi marta chiqaryapman. Shuning uchun obuna bo'ling. Telegram kanaldan bu modni yuklab olsangiz bo'ladi. Mayli, yaxshi qoling.